kerak bo'lsa konstitutsion sudgacha boraman va kerak bo'lsa bizni konstitutsiya va qonundagi huquqimizni tiklab berishni xalqaro sudgacha kerak bo'lsa olib chiqamiz. Boshqalarga konstitutsiya, qonun kerak bo'lmasa ham bizga kerak. Menga kerak konstitutsiya. Mana uni u meniki, u sizniki, bizniki, hammamizniki deyiladi. Shu jumladan u ham meniki. Men uni bunaqa tarzda ko'z yumilishi, bunaqa tarzda jur'atsizlik qilib, yuz burilishiga jim qarab tura olmayman. Sudda qaysi bosqichda bo'lsa o'sha qonun yo'lidan yurib buni yana ham harakat qilishda davom etaman. Kerak bo'lsa xalqaro sudgacha olib chiqamiz. Bizning konstitutsiyamizni bizni organlardan himoya qilib tiklab berlaring deb olib chiqamiz. Faqat muammo shuki, bu davlatchilik uchun, bizda o'tirgan mas'ul shaxslarimiz uchun qanchalik obro' olib keladi. Xalqimizning oldida ularga bo'lgan ishonch qanday bo'ladi bundan buyon? Gap shunda. Ular o'zlari xalqimiz tan olayotgan konstitutsiyani tan oladimi yo'qmi? Masala shunda. Ya'ni sudda o'sha qarorini olamiz. Men qarorni ochiq qo'yaman hammaga, hamma ko'rsin. Sud meni nima asoslarimni, meni qonun konstitutsiyadan keltirgan asoslarimni, naqd pul to'lash bo'yicha berilgan huquqlarni qanday hujjatlar bilan rad qilyapti, asoslab bera olsa asoslab bersin. Hamma ko'rsin, kuzatsin. Bu umuman hamma uchun yangi amaliyot, yaxshi amaliyot bo'ldi. Va men sudni bu qarorni qabul qilganligidan juda qattiq hayron qolmadim. Bu umuman yuqorida ham aytdim. Demak, sud hokimiyatining mustaqilligini ta'minlash yo'lida hali juda ko'p mehnat qilishimiz kerakligi, juda ko'p jur'at yig'ishimizga to'g'ri kelishini ko'rsatyapti. Va biz hali ham ayrim odamlarning xohishi yo'lida qonunni xohishi yuqori tura oladimi, yo'qmi degan savolga hali javob topishni, unga erishishimiz yo'lida ko'p qavmchilik borligini ko'rsatdi. Lekin mana shu yurtning kelajagiga, uni yaxshi taraqqiyot etishiga ishongan har bir inson menimcha befarq bo'lmaslik kerak. Albatta men xafa bo'ldim bu qaror. Ya'ni bu harakati sudning mustaqilligiga bo'lgan ishonchimni yana ham pasayishiga sabab bo'ldi. Qarorda o'zini mohiyati mayli ikkinchi darajali. Ya'ni men bugun sudlarimiz yana ham mustaqilroq, yana ham odamlar ishonadigan prezidentimiz qabrini qonab aytganda sud xonasiga, sud idorasiga kelib chiqib ketayotgan odam